biz bu yerda kechasi bilan uxlamasdan ovoz berib chiqamizda. Bu narsadan pul topish o'zi ko'pchilikni imkonsiz deb biladi. Menga aytishgan boshda ham bitta qiz bola bilan bitta o'g'il bola, bitta qiz bola hamma qizlarga ovoz beradi, bitta o'g'il bola hamma o'g'il bolalarga ovoz beradi. O'zim ham zo'r ovoz beraman demayman. Ayniqsa ko'pchilikka ovoz berganim uchun ovozim ba'zida qisilib qoladi. Yo qimmatga ishlar, yo tekinga ishlar, arzonga ishlamaydigan. Yostig'i tanlagan xat qo'yib ketdim. Men meni yaxshi ko'raman. Xolos u ham meni yaxshi ko'radi. Sizlar qarshi bo'lmanglar munosabatlarimizga. Hammaga assalomu alaykum. Bugun biza ilk mehmonimiz Berdiyor. Avval xush kelibsiz. Biza birinchi podkastimizga birinchi mehmonimiz bo'ldingiz. Buning uchun rahmat. Taklifimizga yo'l demasdan kelganingizga. Hop, demak savollardan boshlaymiz menimcha. Mayli. Qanaqa savollarimiz? Birinchisi o'zi qayerdansiz? Andijon viloyati Bo'z tumanidanman. Bo'z tumani ana rivoyat etgan bo'lsa Yangiobod qishlog'i. Bizda hali ham massivlar ozod massivi deyiladi. Ozod massivi Yangiobod qishlog'idaman. Berdiyor nechinchi? 2001. 2001. Bu faoliyatga kirib kelishingizga nima sabab bo'lgan? Bu uzoq hikoya. Boshdan boshlayapman. Boshlaymiz. Xullas, men anime nimaligini bilmasdim rostini. 2022 yil qishda xullas Looking degan reper bor. Tanisanglar. Kichkina auditoriya, nisbatan kichkina auditoriya, lekin ancha yaxshi auditoriyasi bor. Men ham o'sha auditoriyasining bir qismi edim. Treklar yoqqanim uchun eshitaman. Eshitib turardim. Kommentariyasida bir kuni bolalar bilan gaplashib tursak, yoshli bolalar bilan gaplashib o'tirsak, o'sha paytlarda aynan Naruto YouTube rekomendatsiyani shorts endi boshlagan paytda uzun video esimda yo'q, bir qo'shiq chiqib qoluvdi, janglari ko'rib qolaman. Shu animelar ham o'zbek tilida bormikan desam, bitta bola ismi adashmasam Shohruh degan bola edi. Bor o'zbek tilida degan animelarni o'zbek tiliga ovozlashtirishadi deydi, rostdanmi? Nima desam, shu endi u paytda ovoz beradiganlar kam edi. Endi ikkita yo 3 ta animesini tashlab bergan. Sen oshqozon ostida yemoqchiman. Chunki men dramani yaxshi ko'rardim. Aynan shu paytda tem bo'li o'ta ham dramani yaxshi ko'rardim. Sen oshqozon ostida yemoqchiman, seni isming ikkalasini tashlamasam. Shularni tashlab berganda drama, romantika nihoyatman va ko'rganimdan keyin omali sen oshqozon ostida yemoqchiman deb ko'rganimdan keyin bir hafta o'zimga kelolmaganman rostdan. O'ta ham kuchli. Hali qiziqib bo'lishi bor, spoiler bo'ldi desa so'rayman. Ko'rgan bo'lsa kerak, ko'pchilik. Hamma ko'rgan bo'lsa kerak deb o'ylayman. Hamma ko'rish kerak bo'lgan narsa deb o'ylayman. Xullas, shundan keyin bir hafta o'zimga kelolmaganman. Sen ismingni tushunmaganman, lekin rostdan aytib qo'yay, hali ham qaytib ko'rganim yo'q, hali ham tushunmayman. Chunki bilaman-da, hali ham tushunmasligimni, shundan ham qaytib ko'rganim yo'q. Shuni ko'rdimda, undan keyin yana 1-2 marta gaplashdik, undan keyin yana qaysidir animelar tashlab berdi. Shu bilan anime temasi yopildi menda. Anime mavzusi yopildi, chunki nima boshlandi, sessiyalar boshlandi, boshqa bo'ldi, aylanib o'rilib, yozga yaqin Soxta sevgi deb men o'zim birinchi chiqargan anime Nisekoi deyiladi. O'sha anime chiqib qoldi. U rus tilida ham olmadim hatto. Endi haligi nima deydi? Soxta sevgi, Nisekoi soxta sevgi deganda men endi ложный любовь deb qidirganman ruschasiga. U притворная любовь degan. Men ложный любовь deb qidirganman, ruschasini ham topolmaganman, nimasini ham. O'zbekchasini ham. Keyin bittikda esimda yo'q kimlarniki to'g'risi. Bittiktasi shu ovoz beradiganlarga aytganman, shularni chiqaringlar deb endi o'zimcha men ham shu auditoriyani bir qismi edimda. Hozir masalan hamma aytadi-da menga, "Muanimeni chiqaring" deb. Ular ham xuddi menga o'xshab javob bergan. Ba'zilar qattiqroq javob bergan. Men senga kimman, men o'g'ilmanmi degandek javob berishgan. Shundan keyin meni u paytda o'sha reperlikka qiziqib, o'zim qiziqqanim uchun mikrofonga aylandim, kompyuterim bor edi. O'zim ovoz berardim. Kimga yalinib o'tiraman, ular telefonda ovoz beradi. Kompyuterim bor, mikrofonim bor. Unda kompyuterim bilan mikrofonim uyda edi. Uydan olib keldim. O'qishda edim institutda. Olib keldimda birinchi shunchaki o'zim ovoz berib ko'rmoqchi edim. Treyleri bor ekan, treylerga ovoz berdimda. Soxta sevgini. Treylerga ovoz berdim.
Buni endi qayga qo'yaman? Buni masalan o'zim ko'rishim uchun shuncha vaqt, qancha vaqt ketganini o'zim bilmayman. 1,5 minutlik treylerga 2 soat ovoz berganman adashmasam. Nimaga buni endi qayergadir qo'yishim kerak edi, chunki shuncha mehnatim faqat o'zim uchun bo'lmasligi kerak edi. Bu paytda o'sha Bedbro'ning kim bor edi? Taxallusim o'sha repda Bedbro'dan nimadir chiqarib olmoqchi bo'ldimda, Anime Bro deb yozdim. Telegram username yozsam Anime Bro bandid ekan, Anime Bro uz deb yozib qo'ydimda turdi u. 10-iyullarda edi, 2022-yil. Keyin 15-iyulga keldida Ani bilan eslab qoldim, to'g'risi. Ani bilan eslab qoldimda, shunchaki Ani Bro qilsam-chi dedim. Shuncha qayoqqa keldi. Telefon zaryadga qo'ygan paytda o'qishda o'tirdim. Miyada aylantiraverdim. Ani Bro deb aylantiraverdim. Uje miyaga o'rnashib bo'ldi-da u narsa. O'qishdan kvartiraga keldim, kompyuterda yoqtimda Ani Bro shuni yozsam, bo'sh ekan Telegramdagi yuzimda. Undan keyin shuni o'shani nima qildimda, o'sha kuni adashmasam, o'sha kuni uni ertasi kuni birinchi qismini adashmasam 4 kun tayyorlaganman. Treylerni tayyorlab 12-kuni, 10-kuni kanalga tashlab qo'yganman, Anime Bro uzdim. Keyin ash kundan boshlab 4 kun ovoz berganman birinchi qismiga. 15-kuni nomni o'zgartirib turashga tashlaganman. Undan keyin shu bilan ketgan, to'g'risi o'rtada uzilishlar bo'ldi. O'zi animega nima deydi? Animega qiziqishdan avval menga dublajga qiziqish uyg'onib ketdi-da. Shundan keyin hozir masalan meni animega ovoz bergan animalarim 200 ta nomdan oshiqdi. Lekin o'zim ovoz bergandan tashqari ko'rgan animalarim unchaga e'tibormaydi. Shuncha aytishim mumkinki, men animeni ko'rishdan ko'ra ko'proq animega ovoz berishni yaxshi ko'radigan odamman. Shuning uchun ham men haligacha hozir animeni ko'rmay qo'ydim hattoki. Faqat shu ovoz beryapman. Qaysi animeda maza qilib dublyaj qilgansiz? Qaysi biri? Hamma animeni maza qilib dublyaj qilgan. Hammasi deyarli bir xil. Ba'zilari bor, hali o'ta ham drama boshlanib ketgan qismlarida qiynalaman, lekin o'zim maza qilib ovoz bergan personajlarim bor. Personajlar sanaysiz bo'lmasa? Personajlar sanoqli emas-ku, eng haligi pik odamlarning nima deydi, ichidan jo'shib ketgan ovoz berganlarim Ban 7 o'lim gunohidan. Ban haligi kapitan deb nima qiladi, haligi ovozdagi gruppasi bor. Maza qilaman-da shu ovozga bor. Kapitan desa shu haligi g'ol bilan nima qilganda, tem bo'ladi, ermaylagan degan gaplarni. Xarakteri zo'r. Shunisiga maza qilganman. Albatta soyada ko'tarilishdan nima? Sitkagina. Uni pafosi zo'r. Uni hali oddiy hayotda gapirishi yo'q. Pafos bilan gapirishi, maza qilib o'shinga ovoz berganman. Hali ikkita lичностisi borligi, u yog'idan boshqacha maza, bu yog'idan boshqacha maza qilasizda. Yo'q, unisidan undaqa maza qilmayman. Gap o'tganda haligi nima deydi? Qayoq qiladi haligi. O'zini kan sitataga aylanib ketgan gaplari bor. Maza va nima uchun demoqchi nimalarda undan keyin aynan Kojiga men to'g'ri yaxshi ovoz berganman deb o'ylayman. Chunki aynan Kojini ovozida shunaqa haligi dark, nima deydi, qorong'u zulmati bor, uni chiqarib bera olmaganman. Chunki men hamma personajlar bilan birga ovoz bergan paytimda uni o'sha qorong'u zulmatini ushlab qo'la olmaganman deb o'ylayman. Shuning uchun bu bahona bo'ladi. Baribir bahona bo'ladi. Misol uchun buni bahona qilmaslik uchun boshidan bunday aynan Kojiga ovoz berib olib turib, keyin davomini boshqasiga ovoz berishim mumkin edi. Lekin shunchaki shu maza qilib ovoz berganman. Lekin to'liq chiqarib beraman deb o'ylamayman. Lekin yaxshi nima bo'lgan va o'ziga yoqqanlardan shu 3tasi. Shu uchalasi pik tegilarda o'zingizcha ovoz berishda maza. Bundan tashqari ham bor ko'plari, masalan, o'tgan sezonda mana kuzda chiqdi, Gachek o'tadagi Rudo. Rudoni ovoziga, men ovozimni Rudoga tushirish qiyin edi, chunki u baribir yoshligi uchun tushirish qiyin edi. Shuning uchun ham men ovoz tushirgandan ko'ra emotsiyam bilan yopib yubordim shuni. Haligi ovozni ingichkalashtirdimda, bor emotsiyani shu nimasini berib yubordim. Emotsiya bilan chiqarilgan. Yovuzlarga ovoz berishni yaxshi ko'raman. Yovuzlar hammasiga ovoz berishni yaxshi ko'raman. Ayniqsa nimadagi bilmadim, o'zi personaj yoqmaydi. Rezerodagi Regulus Cornelius bor, haligi oq sochli. Nima yuragini nimalariga
boshqa xotinlariga berib berdi. Ashunga ovoz berib maza qilganman. Oxirgi faslda chiqdi-ya. Oxirgi faslda chiqdi va Emilia o'yla qiz bolada Emilia shuna qilib shu endi yovuzlarni hammasi deyarli. Misol uchun shu Gachekutada ham o'sha yovuz Zodiylikda adashmasam ismi. Shu asosiy yovuz bor. O'shani ovozi ham juda zo'r nima deydi yoqqan o'zimga. Mazar ovoz bergan. Bilmadim, hamma yovuz personajlar men uchun boshqacha nima beradi. Misol uchun kuzda o'zida ham yana qaysi animelarda aytsam bo'ladi. Yovuzlarni personajlarni o'zi taniydigan bo'lsam ketaveramizda. Juda ko'p. Hamma animeda bitta ikkitadan bor. Yovuzlarni nimasida o'zidan o'z berishda nima yoqadi? U agar haligi sokin gapirsa ham pafos bilinib turadi-da, u o'zini hammadan baland o'ylaydi-yu, shu pafos menga yoqadi. Baqirsa ham nima bilan shunchaki g'azab yo nima bilan baqirmaydi, bir nima deydi, shu baqirishni o'zi bilan yevoraman degandek bo'ladi. Mana shu jihatlari juda yoqadi yovuzlarga ovoz berishda. Hozir gapirib ketyapmiz, ichida aytib ketyapsiz, inish dedingiz, boshlash dedingiz, nik dedingiz. Shularga bitta to'xtalib ketaylik-da. Inish haqida birinchidan boshlaylik. Andijon mashinasozlik institutini bitirganman, 2023-yilda bitirganman, 2019-yilda o'qishga kirganman, kontrakt asosida zo'rg'aylashganman. Lekin yo'nalishim bo'yicha ishlashga afsuski imkon bo'lmadi. Imkon yo'q. Chunki oxirgi yillarda juda ham ko'p kadrlar yetishib chiqdi, aynan mashinasozlikda ham, mashinasozlik sohasi ham rivojlangani bilan baribir ko'proq tajribali odamlarni olishdi. Shuning uchun ham ko'p joylardan ish so'rab borganda boshqa iloji bo'lmadi. Shu boshqa iloji bo'lmadi emas, o'zi shuni xohlagan. To'g'risini aytsam, rad javobini xohlagan edim. Har bitta borgan joyimda rad javobini xohlagan. Chunki u menga sabab kerak edi. Men bu ish bilan oila boqib bo'lmaydi deb o'ylardim. Hozir ham ikkilanib turaman, lekin menga sabab kerak edi. Har bitta borganimda shu yo'q desam, men borib shu ishimni davom ettirsam, ko'proq harakat qilsam, shu bo'yicha natijaga erishish uchun deb harakat qilganman. Shu men to'g'risini aytsam, ancha endi nima deydi, birato'la shu mavzuni yig'ishtirib olish uchun reper edim deb ham gapirdim-ku. Repni boshiga qaytadigan bo'lsak, musiqaga qiziqishim shu 1-2 sinfdan boshlangan. O'zi yoshlikdan boshlangan musiqaga, san'atga qiziqishsa ham bo'lar. Chunki 2-sinfda musiqa maktabiga borishni boshlaganman, pianinoga, fortepianoga, lekin ayrim sabablarga ko'ra u yerdagi 3-sinfimda, maktabdagi 4-sinfligim paytimda borishni to'xtatganman. 3-sinfda hali ham o'sha teoriyalar miyada turadi, hali ham o'sha ovozni qizdirish bo'yicha shu paytda o'rgangan narsalarimni hali ham ishlataman. Undan keyin u nimani bormay qo'ydim, musiqa maktabiga bormay qo'ydimda 7-sinflarda she'r yozishni boshladim. Haligacha turadi she'r daftarlarim. Uydagilarga tashlab olinglar desam, tashlab olmaydi. Haligacha turadi. Bir bilmadim 200 tadan oshiq she'rim bo'lsa kerak. Nimaga to'xtatganman? 9-sinflarda to'xtatganman. Bitta she'rimni nashriyotga berganimda 16 kublet, 4 nimadan 64 qatorda 4 kublet qilib qo'yishganda. Taqrizchi qo'ldan kelgan hamma narsani qilgan she'rni buzish uchun. Haligi she'rni tanimaganman-da, u 2 qator yo 3 qator menga nima deydi, o'zimnikiligini bilganman, bo'ldi. Tayda keyin ism familiyam turibdi, rasmim turibdi. Yoqmaganda shunaqa qattiq nima bo'lgan. Eng qizig'i dadam she'r yozganim uchun, men shu aynan ijod uchun qiziqardi she'r yozganim uchun. O'zi she'r yozmaganim uchun ayam yozgan, lekin ayam mana shu qolib ketgan o'stirganiga, ayamga yonib ketgan. Menikini yo'q olinglar desam, haligacha yo'q ko'rishmaydi. Undan keyin shu 9-sinf, 10-sinfga o'tdim, repetitorga bordim, sentrda o'sha o'zimizni Bo'z tumani sentrda repetitorga bordim 11da. Shu paytda endi sentrda yurganim uchun avvaldan telefon ishlatardim, lekin sigareta bo'lmasdi. Masalan, yoqqa ketganda
zerikmaslik uchun telefon yo bo'lmasa mana kolonkalar bo'lardi, ishlatib yurganim uchun. Maktab institutga repetitorga chiqqanim uchun sim karta olib berishgan, sim karta olib qo'yishgan, shtob ular telefon qilganda aloqada bo'lib turgan. Men obedga beradigan pullarni yig'ardimda, solardim. Internetga kirardimda, qo'shiq tortardim, misol uchun qo'shiq eshitgani yo bo'lmasa nima qilgani qo'shiq tortib turib, oxiri aylanib o'rgilib shu replar kelib qolgan. Men endi o'sha Lose Yourself shu replarni eshitib turib, nima uchun o'zbeklarda shunaqa rep yo'q degan. Undan avval masalan minorni eshitganmiz. Endi minor yoshligimizda qanaqa aytardi axir. Dis va so'kinib aytardi. Shuning uchun Eminem masalan so'kinib aytardi, lekin ingliz tilida bo'lgani uchun yaxshi tushunmaganimiz uchun ohang hijro yoqadi. Ohang juda ham kuchli. Shuning uchun ham keyin o'sha repga qiziqib qolganman-da. 10-sinfda boshlagan bo'lsam, 10-11 sinfda rep emas, o'sha musiqaga, o'sha aytishga, birinchi pop yo'nalish janrida bitta nima qilganman, undan keyin repga o'tganman-da. Rep haligacha tashamaganman repda. Haligacha butunlay voz kechmaganman. Ani meni qilib turibsiz, rep ham bor. Haligi nima deydi? Kelib qoladi ba'zida. Mana shu kelib qolgan paytda shunchaki nom qo'yib qo'ygan bitta musiqa topib qo'yganman, keyin unga nom qo'yib qo'yganman. Mana shu nomdagi, mana shunaqa mavzudagi rep yozaman deb qo'yganman. Ba'zi paytda shuni miyada qoladi-da, u qaysi bir chekkada. Shunchaki ovoz berib turgan paytda ham bir paytda shuni tepib qoladi-da, bir ikki qator kirib yozib qo'yaman. Qo'shib qo'yasizlar yana ikki qator, bir qator, to'rt qator, ba'zida o'zim majburlab bo'lsa ham bir ikki kuplet qo'shib qo'yaman. Shunaqa qilib bir ikkita, uchta hozir paytda tayyor proyekt bor. Zapiski ham u tayyor turibdi hamma narsalar. O'zi adashmasam bitta yoki ikkita tayyor musiqa chiqarganingiz bor edi. Bor, ko'p. Yo kanalga tashlaganingizda adashmasam ikkita ko'rganman-da men. Kanalga faqat nimalarni tashlayman-da, nima deydi? O'zim tashlashga munosib ko'raman. Nima deydi? O'zimga yoqqanlari, yoqmaydi demoqchi emasman. Shunchaki qolganlari ular eshitishga munosib emas. Yo'q. Ba'zida reperlar orasida shunaqa turnirlar bo'ladi, rep battle'lar deyiladi. Onlayn battle'larda qatnashganman. Shularda hattoki o'sha playlistimga saqlab qo'yganlarimni ham boshqa birovga ko'rsatmayman. Masalan, atrofdagilarga faqat o'sha auditoriyaning ichidagilar ko'rsa bo'ldi deyman. U o'sha musobaqalarda masalan sizga raqib beriladi, unga qaratib o'sha yomon gaplarni faqat unda chegara bor. Unda qat'iy chegaralar bor, oilaga o'tmaydi, boshqa narsa bo'ladi. Menga shunisi yoqardiki, undagi chegara oddiy rep yozishdagi chegaradan farqli-da. Baribir unda yomon gapirish mumkin, so'z bo'yicha chegara kattaroq. Ko'proq narsani aytish mumkin. Ko'proq janrda nima ko'rish mumkin, o'zi sinab ko'rish mumkin. Misol uchun trap janri eshitasizlarmi yo'qmi? Travis Scott shularda, J. Cole, Kendrick Lamar shular stillari bo'ladi. Nima deydi? Oddiy, masalan, Doximni eshitgansizlar, to'g'rimi? Doximda stili bu old school. Old school. U old school emas, sal zamonaviyroq yo'nalish. O'sha yo'nalish bo'yicha aynan qaysi nima gaplarni gapirish mumkinligini bilmasdim-da oddiy repda. Lekin o'sha battle'da birovga nima gapirish kerak bo'lsa, qo'shib yuborsa bo'ladi. Shunday qilib o'zim ustimda ishlab, yangicha yo'nalishlarda sinab ko'rganman. Hozir misol uchun menga qiziq emas bu narsa. Chunki o'zim sinab ko'rmoqchi bo'lgan narsalar, hamma narsani sinab ko'rganman. Ular bo'ldi, qoradam oldi. Ular ko'rish shart emas. Shuning uchun ham ularni nima qilmayman. Lekin hozir masalan tayyor bo'ldi 3 ta dedim-ku. Bular yaxshi. Men o'zimga yoqadigan qo'shiqlarim o'ta ham kam, replarim kam. Men tayyor bo'lganda ham o'sha bir 20-30 ta replarimni shunchaki tashlab yuborganman. Bir 10-20 tasini sovg'ab yuborganman boshqalarga. Yoqqan, zo'r ekan desa, menga yoqmayaptimi, olaversangiz. O'shalardan ko'ra o'zimga yoqqan yaxshi narsa bo'lishi kerak-da, yoki faqat o'zimning entuziazmimga o'g'lim bu narsa, faqat o'sha o'zim hissiyotim yozganim uchun bo'ldimi bilmadim-ku. Lekin shular yoqqan, bularni yozish kerak, lekin hozir endi musiqa bilimim yetishmayapti menga. Ya'ni notaga tushish, boshqa narsa va bu repda ham notaga aytish kerak-da. Faqat to'ylarda aytiladi. Sliver bor deydi. Dedi qo'shib. Shuna keyin o'sha
ommaviy shu repga qiziqqanim dublyaj sohasida menga juda ham katta foyda keltirgan, chunki repda ham o'sha ovoz bo'yicha ishlaganman, boshqa narsa bo'lgan va o'sha studiyada borgan paytimda studiyada ko'rib turib, mana o'rganib olganman-da ovoz tozalash, boshqa narsa bo'yicha. Men o'sha ovoz berishni boshlagan paytimda ham o'sha menda baza bor edi, ovoz bo'yicha ishlash bo'yicha. Shuning uchun ham tezda o'sha dublyajga, havasga dublyajga moslashtirganman-da o'sha o'zim bilgan narsalarni sifatni oshirishga harakat qilaverganman. Shu bilan ketgan, shu bilan ketdi, boshlandi. Endi orqaga qaytish yo'q. Endi to'xtash yo'q. Endi rosa ko'p keladigan savol, misol uchun animelarga dublyaj berasiz, men ko'raman. Ko'rganda aytaman, nimaga Bepro ko'pincha yolg'iz ishlaydi? Bitta o'zi. To'g'ri. Aktual savol. Obunachilar o'zi ko'rsangiz, faqat shu beradigan savol bo'lsa kerak. 200 ta animega ovoz berganman-ku. 200 ta animeda 2 dona anime Sheriylikda chiqqan. Qiz bolani ishtirokida. Chunki yana bitta anime o'sha Soxta sevgida qaysidir qismini bilmadim, Boysbek isterik reper bilan Xullas, o'sha bola kelgan, kvartiramga kelganda, men ham ovoz berib ko'ray degan. No, okey, men unda jiddiy qaramasdim. Bo'pti, davay deganman. Shunday ovozni yozib, shunday qo'yib yuborganman. U qanchadir qismida bitta personajga ovoz bergan, uni davomida o'zim ovoz bergan personajga. Xo'p, undan keyin bir marta o'sha homiylarim bor edi, 3-4 ta homiylar birlashib, o'sha bitta qismiga pul ajratishgan, har bitta qismiga. Shunda bitta qiz bilan birgalikda ovoz berganmiz, lekin 4 ta qismiga ovoz berganimizdan keyin u qiz ovoz berishga sharoit yo'q bo'lganda shu bilan tashlagan. Undan keyin 2022-yilmi, 2023-yil qishda Ninja Kamui degan anime chiqqan. Esinglarda bo'lsa, juda ham zo'r chiqqan. Netflix chiqqan. Juda ham zo'r chiqqan ostonchi. Birinchi qismi hamma hype'da, hamma boshini ushagan. Haligi nima actionda yangi darajasi degan oxiriga kelganda endi kalla qo'yishgan, lekin juda ham zo'r boshlangan. O'shanda qiz bola bilan birga ovoz berganman. Hozir ash qizlar bormi yo'qmi siz sanab aytayotganlar ikkita qiz? Birinchisini qayerlarga bilmayman, ikkinchisi bilan aloqa bor, lekin aloqa ham qanday? Uni lichkasi bor. Uni lichkasi hali ham onlayn. Turibdi, istoriya qo'yib turibdi Telegramda. Istoriyasini bilmayman, chunki istoriyalar hammasini yashirib qo'ygan. Nima u lichkasi ora-churada proyektlar bo'lib qolsa, boshqalar homiylar chiqadi, qiz bola bilan birga desa, o'sha qizga yozaman. Narx bo'yicha 2 marta yozdim. Shu narx bo'yicha kelisharmadik. Bir marta o'zim proyektimni yozganimda ishlari ko'pligi uchun vaqti bo'lmay qoldi. Vaqti bo'lmay qoldi. Men buni to'g'ri tushunaman, chunki o'zim ham shunaqa qildim. O'zim vaqtim bo'lmay qoladi. Meni vaqtim doim bo'lmaydi. Shunaqa yolg'iz ishlashimiz sababi bu g'alati eshitilishi mumkin, chunki bu narsadan pul topish o'zi ko'pchilikni imkonsiz deb biladi. Menga aytishgan boshida ham. Boshida aytgan bolalar hozir ham ko'rib turibdi mendan tuzatadi. Lekin men boshladim bundan qandaydir foyda olishdi. Va mana shu foyda, misol uchun men qanchalik g'alati eshitilsa ham bitta qiz bola bilan bitta o'g'il bola bilan bitta odamni o'zi ovoz berganini farqini nima qilmayman. Nima deydi, farqi katta deb o'ylayman. Katta bilinmaydi. Chunki bitta qiz bola bilan bitta o'g'il bola, bitta qiz bola hamma qizlarga ovoz beradi, bitta o'g'il bola hamma o'g'il bolalarga ovoz beradi. Bitta o'g'il bola hammaga ovoz beradi. U misol uchun qiz bolaga ovoz bersam ham men masalan o'zim nima qilyapti ham bilaman-da. U qiz bitta qizni qo'shib olsam kechikadi, tarjimonga pul ketadi. Hozir shunchaki o'zim shunday boshlayman-da, inglizchadan ham tarjima qilib ketiraman, ruschasini ham tarjima qilib ketiraman. Til bilasiz. Qo'yib olib. Ingliz tili, rus tilini o'zimga yetarlicha bilaman. U tarjima ko'rganda tarjima qilib gaplashish yo'q. Hozir ingliz tilini anchadan beri o'qimay qo'yganim uchun gaplashish yo'q, lekin shuni ko'rsam tarjima qilib ketiraman. Menga avtomatik shunga o'rgangan. Vaqt kechikadi, tarjimonga pul to'lash kerak, u qizga pul to'lash kerak, o'sha qoplamay qoladi menga. Hozir masalan, qolgan sifat, ovozlar, u gapirmay sifat haqida gapirishda hojat yo'q, chunki menda hozirgi paytda anchagina sifatli mikrofonim bor. Rode NT1A. Bunaqa mikrofon menimcha ko'pchilikda yo'q. Yo'q, juda kam. Juda kam. Ayniqsa yakka uy studiyalari uchun. Shunaqa. Shu
har qanaqa mikrofon uni yonida farqli bo'linib qoladi sifat bo'yicha. Bu endi ikkinchi darajalik. Chunki kechiksa, уже foyda kamaysa, agar o'sha narxni qimmatlatadigan bo'lsam, odam kamayishiga to'g'ri kelib qolishi mumkin. Boshqa narsaga Shu uchtasi asosiy bo'lishi muammo. mumkin. Asosiy muammo shu uchalasi. Endi shuning uchun ham hozircha men shunday davom ettirmoqchi emasman, o'rib ketmoqchi emasman. Men Xudo xolasa yaqin orada endi yaqin ora ham 3-4 oy. 3-4 oyda men o'sha kasting o'tkazib, kamida 2 ta qiz bola, kamida 2 ta o'g'il bola, kamida 3 ta yo 4 ta tarjimon olmoqchiman. O'zingiz uchun. O'zim o'sha Anibro uchun. Demak, Komanda shakllantirmoqchiman, lekin nima deydi, qo'pol qilib aytganda uncha qimmat pul bermayman. Uncha katta pul bermayman. Rivojlanish uchun, uni sinash uchun desa ham bo'laveradi. 3 oy davomida ishlaymizda foyda ko'paysa, sirazi ularga berilgan pul oshadi. Lekin boshlanishiga kamroq pul beraman-da, ularni pul bergandan ko'ra ularga o'sha apparaturalar yaxshiroq, o'zim yaxshi deb o'ylagan mikrofon, kompyuterlar, sinovdan o'tgan narsalar. Sinovdan o'zim 4 ta, 5 ta mikrofon ishlatgan bo'lsam, qaysi biri yaxshiligini bilaman. O'sha mikrofonlardan ularga qilib berib, shuni texnik tomonlama qoplab turib, 3 oy davomida ularni majburlab ishlatmoqchiman. Qo'pol qilib aytganda, 3 oy davomida maksimumaligi harakat qilib foyda chiqmasa ham, o'zim endi baribir sekinlashsa menga ham minus bo'ladi. Shuni hisobiga ular bilan ishlab nima bo'lishini ko'rmoqchiman. Bu test rejimida bo'ladi, lekin baribir jamoa bo'ladi. Hammasi o'zingizda qo'lingizda o'tadi. Bolalarni, tarjimonlarni hammasi o'zingizda. Bedbro o'rgatadi. Bedbro o'rgatadi, o'zi biladiganlarni olaman, ya'ni 0 bo'lmaydi. Endi tajribasi kam bo'lishi mumkin. O'zim ham zo'r demayman. O'zim ham zo'r ovoz beraman demayman. Ayniqsa ko'pchilikka ovoz berganim uchun ovozim ba'zida qisilib qoladi eshikka. Shunda demak, shu yerda bitta reklama olib ketamiz ekan. Bedbro yaqinda o'zini kastingini o'tkazar ekan. Shu bilan birga biz pastga nomerlar yoki aloqaga chiqish uchun silka qo'yib qo'yamiz. Shu bilan kasting bo'yicha aniq ma'lumot yoki Bedbro'ning o'zi bilan aloqaga chiqishinglar mumkin. Mana reklama. Mayli, baribir bermayman. Sizga ilovalardan taklif tushganmi? Ilovalardan taklif tushgan, endi buyurtma tushgan. Endi nima deydi? Katta ilovalar misol uchun o'sha O'zbekistonda katta ilovalar hozir ancha rivojlanyapti. Katta odamlarni o'sha pulli kontentga o'rgatish boshlanyapti. Ancha katta ilovalarda. Lekin katta ilovalardan ko'ra yangi ilovalar ko'proq yozyapti. Men narxini to'g'risini aytsam, bir mashoyix, qaysi mashoyixligini bilmayman, yo qimmatga ishla, yo tekinga ishla, arzonga ishlamaydigan. Shuning uchun ham misol uchun boshqalarga aytgan o'sha moliyaviy holati yaxshi bo'lganlar nima deydi? Moliyaviy holati yaxshi emas, shu standart narxni arzonlashtirib berish endi albatta ularga yordam berib keladi, lekin bu yerda o'zim ham yashash kerak. Shuning uchun ham arzonlatib bera olmayman-da, shuning uchun narxlar to'g'ri kelmagani uchun hozirgacha birorta nima bilan ish boshlamadik, lekin yaqinda ish boshlash niyat bor. Takliflar ko'p tushgan, hammasi kelisha olmaganmiz va bittasiga shu nima deydi, arzon emas-u yo'lini qilib berdim. Sal nima qilib, misol uchun hamkorlikda buyurtma emas, hamkorlik taklif qildi. Ya'ni uni kanaliga ham chiqadi, meni kanalimga ham chiqadi. Har bittamiz o'zimiz pechatimizni qo'yaveramiz. Ovoz общий hamma ovoz beradi degan ma'noda nima bo'ldi? Shu kelishuvda qo'llab ko'rmoqchiman. Agar shu kelishuv yaxshi o'tsa, aynan shu kelishuvda qolganlarga ham taklif qilish, masalan, buyurtma bilan kelsa, faqat men uchun ovoz bering desa, yo'q, unaqa qilmaylik, mana bunday qilaylik deb, nima deydi, alternativ ko'rinishda, agar u qimmat narx to'g'ri kelmasa, arzonroq alternativni bermoqchiman. Hozirgi dublyajyorlar ko'payyapti-yu, lekin ko'pchilik qismi asosan ovoz berishni boshlayapti, bitta ikkita narsa chiqaryapti yoki qaysi narsalarni fasllarni chiqaryapti-da.
sharoit to'g'ri kelmayapti, uydagilar qo'ymayapti. Chunki meni o'qishim boshqa. Masalan, media institutida o'qiydi, kimlardir media yo'nalishida yoki boshqa yo'nalishlarda o'qiydi. Yo uydagilar mana shu yo'nalishing bo'yicha kel deb turib cheklovlar qo'yishyapti. O'zimizning komandada ham bo'lgan. Sizda shunaqa narsa qanaqa bo'ldi? Menda cheklov o'zimga o'zim bo'lgan. Chunki boshlagan paytimda o'qishda o'qirdim. 3-kursdan 4-kursga o'tadigan paytim ingliz tilidan repetitorga boraman deb uydan kelib olganman. Yozgi ta'tilda. Uydan kelib olganman shaharga. Kelganimda shu repetitorda yurganman. Repetitor tashlab qo'ymaganman. O'sha ovoz berishni boshlaganimdan keyin uydagilar bilmagan. 1 yil davomida bilmagan uydagilar. Tashlagan paytimda ham. Xullas o'sha yozda, iyulda boshlagan bo'lsam, undan keyin ketgan avgust, sentyabr, oktyabr, qish o'tgan qishda o'sha ovoz berishim orqasidan masalan kech payt tinch shahar. Shahar bo'lmasam kunduzi o'ta ham notinch. Ayniqsa bizning kvartira katta yo'lga juda yaqin edi. Ovoz mashinalarning nimasi vibratsiyasi kelib turardi. Shuning uchun ham kunduzi ovoz berish mumkin edi. Qiyin edi. Ko'pchilik bolalar kiradi, chiqadi, hamma gapiradi, gaplashadi, o'tiradi, ovqatlanadi. Kech payt ovoz berardimda, ertalab ba'zida dars ko'rmay qolardim, kech qolardim. Shuning orqasidan 1-2 marta, 1-2 marta emas, 3-4-kurs haydalib ketishim yozgan bo'lgan. Uydagilar kelgan, dadam, unda ham ovoz berishimni bilishmagan, shunchaki dadam bilan gaplashgan, o'xshamaydi degan, keyin oxir-oqibat nima deydi? Kelishganimizda bo'lmaydi. Men nima deydi? Meni ataylab kelmayapti deb o'ylaganda domla shuna orqasidan tushunmovchilik bo'lgan. U tushunmovchilik bartaraf bo'lgandan keyin o'sha imtihonni boshqatdan topshirganman. Shu bilan o'tib ketganman. Undan keyin yozga o'tdi, o'qishni bitiryapman. Pul kelyapti, ozgina. Ko'p emas. Shu ishlar orqasidan kelyapti, lekin unchalik katta emas. Shuning uchun ham bo'ldi, bu ishni tashlashim kerak dedim. Iyun oylarida 1 yil bo'lmasdan tashladim. Undan keyin iyul o'tdi, avgustda armiyaga ketdim. Armiyaga ketishimdan avval yostiq taniga xat qo'yib ketdim. Men animeni yaxshi ko'raman. Xohlasangiz, u ham meni yaxshi ko'radi. Sizlar qarshi bo'lmanglar munosabatlarimizga. Armiyaga borganman. Avgustda 1 oylik armiyaga borib kelganman. Sentyabrda dadam fermerligi uchun dadam fermerligiga yordam berganman. Ish topa olmaganman. Ishga ko'p joyga topshirganman. Undan keyin paxta tugagandan keyin fermerlikda oktyabr oyidan qayta boshlaganman. Undan keyin ketgan yaxshiroq. Dekabrga o'tdi, chidasa bo'ladi. Yanvarga o'tdi, chidasa bo'lmaydi. Nimadir qilish kerak. Undan keyin o'sha tanishim bor edi, dasturchilikdan xabari bor edi. Shuning uchun ham unga aytdim o'zimning ideyalarimni. Shu moliyalashtirish kerak, qanday degan. Men qanday yordam bera olaman degan. To'g'ridan-to'g'ri moliyalashtirish kerak desam, u qanaqa yordam bera olaman deb so'ragan. Shunchaki nima qilish kerak, yo'qmasam nima qilmoqchisiz demagan. Qanday yordam bera olaman? Nima dasturchilikni bilasiz, nimadir qilsak bo'ladi, mana qanaqa narsa qilsak bo'ladimi deb botni loyihasini aytganman. Aka, bo'ldi, qilamiz degan. O'zi tushunmagan narsalarni internetdan topib, boshqa narsadan topib, 2 kun davomida men ham uxlamasdan men uxlaganman. Chala-chulpa bo'lsa ham u uxlamagan, chunki boshqa ishda ham ishlaydi. 2 kun davomida Johir aka yuradasiz. Shu 2 kun davomida uxlamasdan meni botimni qilib bergan. Keyin shu bot orqasidan hozirgacha o'sha bot ishlab kelyapti. Haligacha ishlayapti. 2,5 yildan beri, xudo xolasa. Johir aka respekt, 2,5 yil ishlatdim. 2,5 yil 2,5 yil. Chunki hozir yozga o'tsa 3-4 yil bo'ladi boshlaganimga. 2,5 yil davomida 2 yildan davomida ishlagan. Hozir shu nima deydi? Tavakkal ish bergan. Chidasa bo'ladi, chidasa bo'lmaydi bo'lib turib yaxshiga ko'tarilgan sirazi. Yaxshi bo'lgan. Undan keyin tavakkalni qildim. Endi oxirgacha bosaman deganman. Shu paytgacha hozir yetib keldim. Oilaviy qarshilikka kelsak, o'sha armiyaga ketganimda o'sha xat qo'yib ketganman-da. Shu xatni o'qishgan, tushunishgan, qaytib kelganimdan keyin hech narsa deyishmagan. Qilmaysan ham deyishmagan, qilaveramni deyishmagan. Undan keyin paxtada yurgan paytimizda endi fermer baribir boshqa joylarda yuradi. Dadam bilan ko'rishib qolganmiz. Ko'rishmaganmiz ungacha bor. Armiyadan keldim. Ertasi kuni bir yoqqa ketdim.
Undan keyin paxta boshlandi, paxtaga ketdik. Dadam bilan hech o'tirib gaplasholmaydi. Bir kun gaplashib qoldik-da. O'g'lim shunaqa deb ketaverding dedi. Ha, dedim, "Sen nima kerak bu uchun?" degan. Nima qilib berishim mumkin sening uchun degan. Menga shunchaki ishoninglar, vaqt beringlar, buni ko'rsataman degan. Bo'pti degan, qachon boshlaysan? Hozir boshlayman desang, fermerchilikga yordam bermasdan ketaver degan. Yo'q deganman. Fermerchilik ishini tugatib, oktyabrdan boshlaganman. Undan keyin o'sha lekin buni shunchaki nima sifatida deganman deganlarga o'zim unchalik ko'p ishlamaganman, ish muxtarganman o'sha vaqt ichida. Xohlamasam ham, xohlamaganman rostdan ham, chunki shu ovoz berishga bo'lgan ishtiyoqim kuchli bo'lgan. Ovoz berishim kerak, men shu yo'nalish bo'yicha ketishim kerak deganmanda, lekin baribir ish muxtarganman, chunki o'sha foyda unchalik yaxshi emas edi. Undan keyin yaxshiga ko'tarilganimizdan keyin bo'ldi, ish kerak emas deganman. Desam, mana bunaqa bo'lyapti dedi, eplayapman, bundan ham yaxshiroq qilaman deganman. Bo'pti. Endi shu yerda bitta savol bersam, uzr gapingizni bo'ldim. Oilada nechinchi farzandsiz? Oilada ikkinchi farzandman. Akangiz? Opam bor, ukam bor. Katta o'g'lim. Katta o'g'ilsiz. Aha. Endi shu yerda aytib o'tib ketish kerak, chunki misol uchun kichkina farzand bo'lsa kerak yoki o'rtancha farzand bo'lsa kerak deb, haligi mas'uliyat ham shunga qarab, haligi nima o'ziga mas'uliyat nima, bu teoriyami, boshqa narsami, gipotezami bilmayman. O'rtancha farzandga qiyin bo'ladi deyshadi. Bilasan? Va ikkinchi gipoteza bor, katta o'g'ilga qiyin bo'ladi deyshadi. Ikkalasi ham. Shuning uchun men o'sha o'qishni bitirganimdan keyin oilamga yordam bera olmay turgan juda katta ta'sir qilgan menga. O'sha shunchalik darajada emas, men avval yig'ishtirganman. Qaytib boshlaganimdan keyin ham, masalan, aytayapman, topadigan pulim yaxshi, chidasa bo'lmaydi. Bo'lib ketgan paytida hattoki chetga ishlagan ketishga ham o'ylaganman. Bo'ldi, o'xshamasa, buni cho'zishni keragi yo'q. Buni to'xtatishim kerak deganman, lekin tavakkal qilib ko'ray, mayli baribir yig'ishtiraman ekan, tavakkal qilib ko'ray deganman. Shundan keyin yaxshiga ko'tarilgan. Yaxshiga ko'tarilgan. Boshingizni qotiramiz kanal uchun maxsus efir kuzatilib tayyorlanayotgan suhbat jarayonimiz shunaqa qilib o'z nihoyasiga yetib bordi. Sizlar bilgan, sizlar yana ham ko'proq bilishni istagan akamiz Bayatbro shu yerda keldi va suhbat jarayonini sizlarga yoqdi degan umiddaman. Va ko'rsatuvimiz yakunidagi oxirgi savolimiz shundan iboratki, 10 yildan keyin o'zingizni qaysi cho'qqi yoki marrada ko'rasiz? 10 yildan keyin albatta xudo xolasa dublyajdan ancha balandroq marralarni ko'zlaganman. Bu hozir kimlar uchundir orzudek tuyulishi mumkin, o'zi buni aytmoqchi emas edim. O'z ba'zi narsalar, ba'zi maqsadlar sir bo'lib qolgani ham yaxshi-yu, lekin mayli. Buni aytaman. To'g'risi men dublyajdan balandroq, ya'ni production sohasiga o'tmoqchiman. Prodyuserlik, o'zimni avtorskiy loyihalarim, filmlar, multfilmlar, xudo xolasa shunaqa narsalar bo'yicha ish olib bormoqchiman. Ungacha sekin-sekin, qadamma-qadam shu yo'lda ketyapmiz. Va bu yo'lga nima desa bo'ladi? Uzoq, 10 yil uzoq vaqt o'zi. 10 yil lekin uzoq vaqt deb turib, buni bemalol tashab qo'ymaydi. 10 yildan keyin keyingi yil boshlasam ham bo'lardi, undan keyin yil boshlasam ham bo'laveradi deb. Xudo xolasa hozirdan o'sha harakat boshlangan. 10 yildan keyin eng kamida mana shu o'zimning prodyuserskiy ishlarimni boshlash, o'zimni avtorlik loyihalarim, mualliflik loyihalarimni boshlash niyatidaman. 10 yil ichida siz o'zingiz shu sohada ko'ryapsiz, prodyuserlik sohasida. Dublyajni tashab qo'ymagan holda. Aha, albatta. Studiya xudo xolasa katta qilib, sizlarga havas qilib ochamiz. Shunday qilib davom etib, bu yo'lda yanada yangi marralarga erishishni niyat qilganmiz. Rahmat aka, charchamang, ovoz berishlarda, dublyajlarda. Xudo xolasa yana bir ikkita siz bilan intervyularimiz bo'ladi, chunki muxlislarimiz bu savolni bermabsizlar, mana savol bor edi deb qolishadi. Aniq, chunki videoning tagida yoki siz kanalingizda kommentariya qismi ochiq bo'lsa agar yoki live kanalingizda ochiq, o'sha yerda agar yozib qolishlari mumkin, mana shu yerga chiqibsiz, mana savolni so'rash kerak edi bular deb qolsa agar, yana intervyularda siz bilan ko'rishguncha rahmat katta. Rahmat. Charchamang, brat. Tugatdik. Tugadi. Bo'ldimi Shoyatbek, chiroylimi? Chiroyli, hammaga rahmat.